Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi litsenziyamizni qoqib bo'ldik. Aparatlarni ko'rishingiz mumkin. Ixchamgina yaxshi joyga tushgan litsenziyamiz. Litsenziyamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, balandligi 3.60, kengligi 1.20. Zinamiz mana holga 5,5 metrga tushgan. 17 ta 18 ta stupenga tushgan bu yoqgacha. O'rtaga 11 ta, bu yoqqa 3 ta, pastga 3 ta. Mana bu bilan bitta 18 ta hisoblanadi. Opshi mana shu joyga 18 stupenga tushgan. Eng pastga ham ko'rishingiz mumkin. 1 2 3 4 5 6 ta stupenga tushirib olganmiz. Bu yoqda piltadan stupenkagacha 226. Xudo xolasa bosh tegmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimiz opsiyada qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xudo xolasa shunaqangi chiroyli xizmatlarimizni ko'rsatib beramiz. Salomat bo'lasizlar.